Assalomu alaykum. Siz Oktobank AI TV sun'iy intellekt texnologiyalar asosida yaratilgan bankning video yangiliklar kanalini tomosha qilyapsiz. Bu yerda biz yil yakunlarini oddiy va tushunarli tilda sarhisob qilamiz hamda eng muhim voqealar haqida so'zlaymiz. 2025-yil Oktobank uchun barqaror o'sish va muhim transformatsiyalar yili bo'ldi. Yil davomida bank o'z bozoridagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamladi. Aktivlar va kapital hajmi oshdi. Foyda o'sdi. Kredit portfeli esa bir necha baravar kengaydi. Bugun Oktobank millionlab jismoniy shaxslar va minglab korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. Mamlakatda muammoli aktivlarga ega bo'lmagan kam sonli banklardan biri sifatida ishonchli mavqeini saqlab kelmoqda. Yilning muhim natijalaridan biri bu xalqaro e'tirofdir. 2025-yilda Oktobank, Moody's va S&P xalqaro reyting agentliklaridan barqaror prognozga ega reytinglarni qo'lga kiritdi. Bu bankka xalqaro hamkorlar va investorlar tomonidan bo'lgan ishonchni tasdiqladi. 2025-yil raqamli innovatsiyalar yili sifatida tarixga kirdi. Bank Alipay Plus orqali xalqaro QR to'lovlarni joriy etdi. Onlayn acquiring sohasida banklar orasida yetakchi o'rinni egalladi. Biometrik to'lov ssenariylarini ishga tushirdi va xalqaro to'lov yo'nalishlarini kengaytirdi. Oktobank xalqaro maydonda faol ishtirok etdi. Eng yirik moliyaviy forumlarda qatnashdi. Osiyo mamlakatlari, ayniqsa Xitoy banklari va moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirdi. Shuningdek, xalqaro biznes va ESG hamjamiyatlarga qo'shilib, global moliyaviy ekotizimdagi mavqeini mustahkamladi. Shu bilan birga, shaffoflik, compliance va barqaror rivojlanish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bank xalqaro xavfsizlik standartlarini joriy etishni davom ettirdi. Ta'lim, ijtimoiy va ekologik tashabbuslarni faol qo'llab-quvvatladi. Albatta, 2025-yil yangi formatlar yili ham bo'ldi. Aynan shu yili mintaqada ilk bor sun'iy intellekt texnologiyalar asosida yaratilgan bank video kanali Oktobank AI TV ishga tushirildi. Oktobank uchun 2025-yil muhim bosqich bo'lib, kelgusi rivojlanish yo'nalishlarini aniq belgilab berdi. Oldinda yangi texnologiyalar, yangi hamkorlar va moliyaviy xizmatlarni yanada qulay hamda tushunarli qiladigan innovatsion yechimlar bor. Siz Oktobank AI TV ni tomosha qildingiz. Kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. 2026-yilda ko'rishguncha omon bo'ling.